Erlarni himoya qilish jamiyati yetib keldi. Zo'ravonni qo'lga oling. Bu shaxs muntazam ravishda erini choyxonaga borishga va o'rtoqlari bilan ko'rishishga qarshilik qilib kelgan. Hichamda oshnavozku bu. Hela hech qara qo'ymaydi, mana hech hammasi yo'lg'on bo'qib qo'ymaydi. Ko'z yosharting, ko'z yosharting. Qani ro'molcham yo'q yatishga. Ro'molchasi yo'q-ku odamni. Siz o'zingizga har yil 4-5 ta ko'ylak olasiz, lekin bechora hali ham kuyovli ko'ylakda yuribdi. Nima qilibdi? Yarashib turibdi-ku. Aylaning. Havo kirib turibdi-da. Aqa yozda shunday, qishda qanday yuraman bu bilan? Mana bu to'ylardagi rasmlaringiz nima deysiz bunga? Komandir issiqda boshimni shunday quyosh uradi, boki jav javullaydi. Menga nima deysiz? Buni o'zi avlodi kal. Qanaqa bizal avlod bunaqa? Bizal avlod hammasi julli, hammasi tukli. Ota-bobolarimiz jun sotib kun ko'rgan, tushundingmi? To'satdan kelib olib, yo'q, bu yo'q aybdor qilmang meni. Qani guvohingiz bormi? Isbot dalilingiz bormi? Guvoh kerakmi? Mana guvoh. Assalomu alaykum. Mana telefonimki? Aka, men sizniki kimam, yangamnikimanmi? Manikisan? Nima bo'lmasa yangam, men har doim tikkilaylar. Ol SMS, bir balo, Telegram, Instagram, YouTube. Unchalik emas, aka, jonim yetib ketdilar. Yerimni qizg'anaman-da, ya. Rashk qilaman, batariyam qizib ketyapti. Siz eringizni vaqtda qadriga yetmaganingiz uchun biz uni erlarni asrash lageriga olib ketamiz. U yerda oshno'g'aylar bilan dam olib, ma'naviy xotirani tiklaydi bu. Yo, iltimos, bunday qilmang, olib ketmang. Yo. Yo'q, men baribir xotinimni yaxshi ko'raman. Uni sevaman. O'zim aloqaga chiqaman. Nima deyapsiz? Yo'q, tezroq boraylikmi shu lagerga? Kechki qolsa probka qolib ketamiz-da.